Leksimizni davamlaştırmamız hürmetli vatandaşım. Amerika Tayvan İki devlet yuqur dərəcəliklərinin özara berip giriş derecesinin ağır ördüməkdə. Mavzuluk makal 12. ayının 13. gün Amerika Avazının Xitay tili programı ilan qılındı. Biz bu xəbərdə qısqaça sizlərə tanıştıraylı. Amerikada yakında hükümet almışı da. Amerika Tayvan devletlerinin yuqur dərəcəliklərinin özara berip girişinin derecesi örülməkdə. Prezident Trump bilan Prezident Xi Jinpingning telefonda so'zlashganligi dunyoning diqqatini o'ziga tortdi. Orqada sobiq muavin prezident Dik Cheneyning maslahatchisi bo'lgan Yatis apandi Tayvanni ziyorat qildi. Haftaning 3 kuni Demokratlar partiyasining prezidenti nomzodi Hillary Clinton bilan munosabati quyuq bo'lgan Amerikaning muavin davlat ishlar kotibi Sherman boshchiligida Amerikaning vakillar uyiga Tayvanni ziyorat qildi. O'xshash bir vaqtda xabardor kishilarning xabar qilishicha, prezident Trump bilan telefonda so'zlashganda Xi Jinping prezidentga hamroh bo'lgan Tayvan bexatarlik komitetining kotibi Wu Jiaoshi hozir Amerikada ziyoratda bo'lib o'tadi. Tayvanning tashqi ishlar ministri Li Davi San Fransiskoda prezident Xi Jinpingning birinchi ayda Amerikada chegaradan o'tishini o'rinlashtirib o'tadi. Amerika bilan Tayvanning yuqori darajalikda berish kelishi hozir dunyoning diqqatini o'ziga chekmoqda. Bu endi sizlarga yetkazgan qisqa xabarimizning mazmuni shunchalik ekan. Endi rasmiy xabarning o'ziga kelaylik. Prezident Trumpning davlat ishlar kotibi o'ttirg'i chiqdi. Bu kishining Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin bilan bo'lgan munosabati chunqur mavzuli xabar 12 ayning 13 kuni Dovitor bitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Diqqat vatandoshim, Turon apandi. Amerikada yangi saylangan prezident Trumpning hukumat kabineti tashkillanish oxirlashay deb qoldi. Uzunga suzulgan davlat ishlar kotibi tanlash tartibi bekitildi. Prezident Trump 13 kuni Exxon Mobil neft şirketining boshlig'i Rex Tillersonni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibligiga tayinladi. Mening ko'rgan xabarimda sizlarga men so'zlagan Tayvanni e'tirof qilish bosqichiga Devlet Mahkemesi Tayvan diplomatlarını qabul qilish degan Bolton apandi muavin davlat ishlar kotibi qilib tayinlandi. Prezident Trump 12 ayning 13 kuni Twitter'ga maqola yozib, "Men dunyo bo'yicha donglik savdo tijorat yetakchisi Exxon Mobil shirkatining boshlig'i Rex Tillersonni davlat ishlar kotibi qilib tayinladim" deb rasmiy jakardi. Prezident Trump yani mundaq ko'rsatdi. Tillersonning men yaxshi ko'radigan bir tarafi Tillerson har shakillik davlat boshliqlari bilan munosabat qilish tajribasiga ega. O'xshashda prezident Trump o'tkinchi hukumat kabinetini 12 ayning 13 kuni axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, prezident Trumpning eng chong neft shirkati Exxon Mobil shirkati boshlig'i Tillersonni davlat ishlar kotibligiga tayinlaganligini jakardi. Rasmiy jakardi. Rex Tillerson davlat ishlar kotibligi tayinlangandan keyingi cho'nqur sharaf his qilganligini bildirdi. Prezident Trump bilan birga diplomatiya sohasida davlat bexatarligi bo'yicha Amerikaning inovatini qayta tiklaydiganligini bildirdi. Növbətik davlat ishlar kotibi John Kerry 13 kuni birinchi bo'lib bayonot e'lon qilib, Tillersonning davlat ishlar kotibligiga tayinlanganligini tabrikladi. Mundaq dedi: "Davlat ishlar kotibining muhim o'tkinchi davrdan o'tishini butun kuch bilan qo'llaydiganligini, shuning bilan kelar navbatlik prezidentning dunyo doirasida Amerikaning tashqi siyosatini amaliylashtirish xizmatini yaxshi ishlaydiganligini bildirdi." Tillersonning prezident Vladimir Putin bilan munosabati intayin quyuq. Bu ish bir qism demokratlar va jumhuriyatchilarning xotirjamsizligini qo'zg'adi.
64 yaşlıq Tillerson Rossiya bilan bolgan münasibati intayin yaqin. Eksan şirketi Rossiyada bir necha 10 yillik taraqqiyotni boshdan ko'chirdi. Demak, ExxonMobil şirketi Amerikaning Rossiyada uzun muddat şirket açgan bir şirket. 2013-yili Kreml sarayı Tillersonga dostluq mukofoti taqdim qilib, bu mukofot Rossiyada intayin innovativ mukofot hisoblanadi. Bir yildan keyin Rossiya Krimiyani yutib olgandan keyin Amerika va Yevropa ittifoqi Rossiyaga embargo yurgizganda Tillerson ifoda bildirib, bu embargo ziyonliq deb ko'rsatgan. Manda aytganda, dunyo embargo siyosiy yurgizgan vaqtda Tillerson bu ish ziyonliq, ya'ni bunda qilsak bo'lmaydi degan o'rinda ko'rsatgan. Turan apandi, shuni ko'ringki, biz araliqda yaqindan beri Prezident Trump'ның Rossiya bilan bo'lgan munosabatni yaxshilaydiganlik to'g'risida nurg'un xabarlarni ko'rib ketdik. Hozir shundan qaraganda Prezident Trump anda Tillersonni davlat ishlar kotibi qilib tayinladi. Bu savdo sanoat sohasida ExxonMobil şirketining dunyoda 70 davlatda shirkat, tarmoq shirkatlari bor ekan. Bu odam savdo, tijorat va davlatlar boshqalarga uchrashga tajribali odam ekan. Endi bu kishi bugun kotib bo'lib tayinlandi. Nima? Davlat ishlar kotib bo'lib tayinlandi. Buning bilan endi Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin bilan bu davlat ishlar kotibining munosabati intayin quyuq ekan. Shuningdan ko'rib olishga bo'ladiki, Prezident Trump Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasining munosabatini yaxshilashga qadam tashlaydigan deb turdi. Diqqat qiling, Turan apandi.